Dunyo bo'yicha tabiiy tuz g'ori bor yo'g'i 4 ta dona ekan. Orqamdagi tog' bo'lsa o'shalardan bittasi. Sizlar bilarmidinglar O'zbekistonda bunaqa joy borligi haqida? Kelinglar masalaga bu tuzkon tarixi va foydasi haqida aytib beraman. Xo'jakon tuz g'ori 1989-yilda ochilgan va bunaqa tuzkonlardan dunyoda atigi 4 dona ekan. Bu joy O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida joylashgan ekan. Qolganlari bo'lsa Ukrainada, Ozarbayjonda va Qirg'izistonda joylashgan ekan. Dengiz sathidan 1200 balandlikda joylashgan bu tuzkon ichida 5 ta davolanish xonalari mavjud. Xonalar bir-biridan harorati, namligi, bosimi va mikroelementlari bilan ajralib turadi. Tuzkonga kirishingiz bilan sizni davleningizni o'lchashadi va sizni nima bezovta qilishiga qarab, kerakli xonada ko'pi bilan 2 soatgacha qolishingiz mumkin bo'ladi. Xonalar yana nimasi bilan ajralib turadi? Astmasi borlar uchun surunkali yurak-qon tomiri kasalliklari, xafaqonlik kasalliklari, polinoz kasalligi, har xil turdagi surunkali allergiya, asab sistemasi kasalliklari va juda ko'p boshqa kasalliklarga ham shifo ekan. Ishoning, bu tuzkoni sizga 2 soat ichida sizni bezovta qilgan kasalliklarni unutishingizga yordam beradi. Xabaringiz bor, bizni O'zbekistonda buqoq kasalligi juda mashhur. Sababi biz quruqlikda joylashganmiz. Aynan shu sababli ham shu joyga tez-tez kelishingizni maslahat beraman. Bu kasalliklarni siz shu tuz toshlar orqali uyda davolashingiz ham mumkin bo'ladi. Bu haqida keyingi postda gapirib beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Foydali xabarlardan quruq qolmaysiz.